el e'zozidagi san'atkor Avaz Oxunni yana bir bor taklif etamiz. Avaz Oxun. Qadrli tomoshabin do'stlar, Avaz Oxun o'z san'atini faqatgina respublikamizda emas, balki mustaqil davlatlar hamdo'stligi sahnalarida, ularning turli shaharlarida o'z so'zini aytish baxtiga muyassar bo'lib kelmoqda. Shu bilan birgalikda xorijiy davlatlarda ham bo'lib, mana Fransiya, Shvetsariya, Italiya, Janubiy Koreya, mana yaqin kunlar ichida u G'arbiy Berlinda bo'lib o'tgan ijodiy uchrashuvdan tomoshabinlarning olqishiga sazovor bo'lib qaytib keldi. Avaz Oxun. Rahmat. Ustoz, shu odamni maqtaysiz-ku. Lekin o'zingiz ham yer sharini aylanib chiqdingiz, ustoz. Bu haqiqat. Antarktidaga bormadingiz xolos. Sizni ovozingizni eshitmagan oqayiq qoldi-da shu. Ustoz, yer yoq keling. Qo'l shu burchakdan kelib, burchakdan ketasiz. Bundoq keling, mana yoqqa, ustoz. Qarang, kamtarlikni qarang. 50 yildan oshiq ijod qilib, dunyoni aylanib chiqqan bunaqa kamtar san'atkor mashhiddan bu yoqqa o'tmaydilar. Kecha chiqqan san'atkor mashaqqalab yuguradi. Balkon deb, ustoz. Shu yerdan kelib, shu yerdan ketasiz, ustoz. Bu siz borku mashhidlarda sizga yarashadi. Mashagacha kelganmisiz? Kelganmisiz bir paytlar? Mana shu sahna sizniki. O'sha gap. Muringiz bo'lsin. Sog' bo'ling. Qaysi davlatga borgan bo'lsalar, o'sha davlat tilida gapirgan ekanlar, ustoz. Afg'onistonda nima degansiz? Afg'onistonda Shobiton Muborak Rufaqoy Afg'oniy deb konsertimni boshlaganman. Vengriyada. Endi Vengriyada aytgan so'zlarimdan bir lavha yetishim mumkin. Schockfähigkeiten kosten dich admost aus Ombiruk Oviragun. Lekin bez aksent gapiryapsiz hozir. Vengriyaliklar ham bunaqa gapirmasa kerak. Endi yana qaysi davlat tilida gapirgansiz? Kanada, Kuba, Bolgariya, Polsha, bularni hisobi ko'p. Ha, siz gapirmagan til qolmabdi. Ustoz, umringiz uzoq bo'lsin. Sizni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Baxtimizga sog' bo'ling. Sizni yoshingizda sahnaga chiqish san'atkor uchun eng ulug' baxt. Buni ana shunaqa baxt hamma san'atkorlarga nasib qilsin. O'sha san'atkorlar O'tkir akani yoshida mana chiqib sahnada chiqdim degan konsertini siz olib boring. Avaz Oxun. O'tkir Siddiqov, O'zbekiston xalq artisti. O'zbek xalqining artisti. Umringiz uzoq bo'lsin. Yoshingizni bilib olaman baribir. Hech kimga aytmaysiz-a? Kirganingizda aytib beraman. Kimga ham aytmagan ekansiz, yoshingiz necha kelgan. Sog' bo'ling, ustoz. Qarsak bo'lsin, qarsak bo'lsin. Sog' bo'ling, ustoz. Sog' bo'ling. Kastimlar tushib qolsin. Hojiboy Tojiboyevni ham e'lon qilib chiqib ketayotganimda vahmaga tushardim. Shu 2 metr, 3 metr yurganimda shunda orqamga qarab qo'yardim deb nimadir qilayotgan bo'ladi. O'sha meni haqimda qilayotgan bo'ladi. Darrov ko'raman shuni. Avaz Oxun ham ustozga o'xshadi, ana qarang. Rahmat. 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 Uzr orqangizdan gapirganim uchun. Salomat bo'linglar, rahmat, rahmat, salomat bo'linglar. Shogirdlarimni chaqiring, ha? Meni ham shogirdlarim bor. Qarsak chalib qo'yinglar. Diyorjon Faxriyev, Nodir Qiziq. Rahmat. Men mana shogirdlarim bilan keyingi paytda faxrlanyapman. Hozir bir daqiqa. Mana shu gul olib kelganlar, shuni olib qo'ya qolayda, keyin bitta gap aytayda, haligi gul oladigan joyimizni aytaman. Mana shogirdlar chiqib ketsin, keyin gullarni olamiz. O'zi bormi? Yo'qam shekilli.
Xo'p, bu yigitlarni tabriklab qo'ysanglar bo'ladi. Yaqinda qiziqchi askiyachilar ko'rik tanlovi bo'lib o'tdi. Respublika tanlovi. O'sha tanlovda shogirdimiz Diyorjon afandi latifalar yo'nalishida birinchi o'rinni egalladi. Qiziqchilik va so'z ustaligi yo'nalishida shogirdimiz Nodir Qiziq birinchi o'rinni egalladi. Bitta konkursda ikkita shogirdim birinchi o'rinni oldi. Men juda ham xursand bo'ldim, chunki hakamlarning ichida bor edim. Lekin men bularga past ball qo'ydim. Aka, yo telefon ko'ring, yo meni ko'ring. Salomlash. Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Mana shunday bir chiroyli konsertga chiroyli niyatda tashrif buyurgan aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Rahmat. Sog' bo'l. Avvalambor assalomu alaykum aziz kulguchi navandalari, barchangizga qadamingizga hasanotlar bo'lsin. Ko'rib turganimizdan, ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandman. Rahmat. Bo'ladigan bola boshidan deydi. Men ham yoshligimdan qiziqqanman qiziqchilikka. Maktabda nima kasb egasi bo'lasiz, qaysi kasb egasi bo'lasiz desa, men san'atkor bo'laman deb yozardim. Bitta o'g'il bola sinfdoshimiz yozibdi bir kun. Men uyda o'tiraman, turmush o'rtog'imni topganiga qanoat qilib, bolalarga qarab. Chunki meni vazifam deb yozib qo'yibdi. O'qituvchimiz, "Sen jinnamisan? Nima bunaqa yozding?" desa, "Nargizadan ko'chirib olgandim" deydi. Bo'ladigan bola boshidan ma'lum. Meni ham bitta sinfdoshim bor edi. Rossa va'daboz edi. Va'da berib, va'dasini ustida turmasdi. Voy. Uni ustiga rosa ko'p yolg'on gapirardi ustoz. Voy. O'qituvchimiz aytardi, "Seni shu bo'lishing bo'lsa, sendan hech kim chiqmaydi" deb aytardi. O'qituvchimiz adashgan ekan. O'sha bola hozir deputat bo'lib ketdi. Bo'ladigan bola boshidan ma'lum. Bo'ladigan bola boshidan. Mana ham bitta sinfdoshim bor edi, so'mkadan bulichkalarni olib yeb qo'yardi. Shu nafsi yomon edi. Buterbrotlarni. Hali maktabda solib berishardi, so'mkaga ota-onamiz. Bir marta onasi hali tug'ilgan kunda tort beribdi, sinfdoshlari bilan yeysan deb. O'shani ham o'zi yeb qo'ygan ekan. Yomon nafs och ekan-a? Endi shunaqa odati bor edi. Zato hokim bo'ldi. Bo'ladigan bola boshidan ma'lum. Ma'lum, boshidan ma'lum. Bizning sinfimizda bitta qiz bor edi. Nuqul, men katta bo'lsam kosmonavt bo'laman, kosmosga chiqaman, Marsga chiqaman, Oyga chiqaman derdi. Chiqdimi? Yo'q, qaytdan. Turmushga zo'rg'a chiqdi u. Bo'ladigan bola boshidan ma'lum. Meni ham bitta sinfdoshim bor edi. Rosa xunuk yozardi. 2 varoq insho yozsa, 3 varoq xato qilardi. Tovuq oyoq ekan. Tovuq oyoq. O'zi yozganini o'zi ham tushunmasdi. O'sha bola hozir doktor bo'lib ketdi. Bo'ladigan bola boshidan. Bo'ladigan bola boshidan. Men ham bitta sinfdoshim bor edi, darsga kech qolib kelardi. Darsga emas, vechirinkalarga ham kech qolib kelardi. Ba'zida kema ham qo'yardi. Tez yordamda ishlayapti. Bo'ladigan bola boshidan. Bo'ladigan bola boshidan ekanda. Bizning sinfimizda bitta bola bor edi. O'qituvchimiz kelajakda kim bo'lasan desa, ustoz, menga farqi yo'q. Men kam ishlab ko'p pul topsam bo'ldi derdi. O'sha bola niyatiga yetdi, ustoz. Kim bo'ldi? Futbolchi bo'ldi, terma jamoada o'ynayapti hozir. Bo'ladigan bola boshidan ma'lum. Meni ham bitta sinfdoshim bor edi. Rosa chiroyli yozardi-da. Yozuvlari chiroyli edi. O'qituvchimiz ko'rar, rosa chiroyli yozasan derdi. O'zi ham aytardi, "Men katta bo'lsam ustoz yozuvchi bo'laman" deb aytardi. O'sha bola yozuvchi bo'ldi. Bo'ldimi? Yozyapti. Bir yozganda kami ishdan bo'shab yuboryapti. Bunaqalar ham bor. Bo'ladigan bola boshidan. Bo'ladigan bola boshidan ma'lum. Bizning sinfimizda bitta qitmir bola bor edi. Yomon hazilkash edi. Devorning orqasiga bekinib turardi. Yaqinlashgan paytimizda deb chiqib qo'rqitardi. Qo'rqib ketardik biz, u xursand bo'lardi. Daraxt orqasiga, archalari tagiga bekinib olardi-da. Yaqinlashgan paytimizda deb chiqardi. Biz qo'rqardik, u xursand bo'lardi. O'sha bola hozir GAIda ishlayapti, ustoz. Bo'ladigan bola. Qani shogirdlarimiz ham bo'ladigan bolalarmi, bo'lmaydigan bolalarmi? Bitta qarsak bilan aniqlab berasizlar. Marhamat. Rahmat. Salomat bo'linglar. Bitta otaxon yozgi 50 gradus issig'ida ustiga palto kiygan, telpak kiygan, oyoqqa etik kiygan, pensiya olgani boribdi. Pensiya beradigan otaxon 50 gradus issiq bo'lsa, nimaga bunaqa kiyim oldingiz desa, otaxon ham bolam, men yanvarda pensiyasiga keldim dermish. Bo'shashma, Bir akamiz
shashlik qilib sotar ekan, tovuq shashlik. Tovuq shashlikka eshak go'shtidan qo'shadigan odat chiqaribdi. Odamlar ham anoyi emas, bilib qolib sudga berib yuborishibdi. Sud bo'layotganmish. Xo'sh, hurmatli ayblanuvchi, tovuq shashlikka eshak go'shtidan qo'shganingizni tan olasizmi? Tan olaman, o'rtoq sudya, tan olaman. Qancha qo'shgansiz? Ko'p qo'shmaganman, o'rtoq sudya, birga bir qo'shganman. Bu yerda sud bo'lyapti, aniq qilib ayt, qancha tovuq go'shti, qancha eshak go'shti qo'shgansan? Aytyapman-ku, o'rtoq sudya, birga bir deb. Bitta tovuqqa bitta eshakni aralashtirardim, durmish. Bo'shashma, ha. Bitta mahallaga kirishda katta yama bor ekan. O'sha yamani, o'sha mahallani shopirlari aylanib o'tar ekan. Begona shopir kelib qopdi-da, mashinasini ikkita balonini ham tashlab beribdi yamaga. Buzilib qolgan mashina. Nima qilamiz desa, mana shu mahallani ustasini olib kelamiz debdi. Ustani olib kelishibdi, usta ko'rib 5 minutda tuzatib beraman debdi. Yo'g'i, nech pul bo'ladi desa 5 million bo'ladi debdi. Nomard, 5 minutga 5 million so'raysanmi desa, haligi usta ham qanaqa 5 minut aka? Chuqur kavlagani qancha vaqtim ketdi mana dermish. Bitta tilak bildiraman sizlarga. Mana shu yerda o'tirib, maza qilib, kulib, qarsak chalib o'tirgan muxlislar ertalab turib, darvozasining tagidan $500 pul topib olsin. Yoqmay qolsin. Pulga qarsak bor, artistga qarsak yo'q-a? Bittasi $100 pul topib olibdi ko'chadan. $100 mi? Yetkizganiga shukr, qarzimga berib yuboraman. Endi cho'ntakka solaman desa, ovoz eshitilibdi. Bu sehrli pul, bunga qarab tuplasang ko'payadi. Akamiz ham ishonmasdan, "Ey, kimmi? Kim hazillashayotgan?" Tuplasang ko'payadi. Ishonib-ishonmay, tuplagan ekan, $100 pul $200 bo'lib qopti. Ya, rost ekan, boyib ketdim. $400 bo'libdi. $800 bo'libdi. $1600 bo'libdi. $3200 bo'libdi. $6400 bo'libdi. $12800 bo'lganda xotin uyg'otayotganmish. Turing dadasi tuplovurib yostiqni hil qilib yuborib turavermizdan birimiz. Yaxshi, bo'shashma. Yigit bilan qiz uchrashuvda, yigit jonim, ko'zlarimga qara. Qizim, qarayapman. Nimani ko'ryapsan? Sizni ko'zlaringizdami? O'rmonni ko'ryapman, tog'larni ko'ryapman, oqib turgan buloqni ko'ryapman desa bola ham yaramas, burnimga emas, ko'zimga qaradirmish. Yigit bilan qiz uchrashuvga chiqibdi. Yigit qizdan so'rabdi: "Menga qarang, yaxshi qiz, shu paytgacha birorta bolalar bilan gaplashganmisiz?" "Yo'q, hech kim bilan gaplashmaganman." "Hech kim bilan sevgi, muhabbat bo'lmaganmi?" "Yo'q, bo'lmagan." "Birorta bolalar bilan ham Instagramdami, Telegramda ham yozishmaganmisiz?" "Unaqa narsalarni uncha tushunmayman." "Rostdanmi?" desa qizi jahli chiqib ketib, "Ey, nima ishonmayapsan? Boyadan beri aytayapman-ku, hech kim bilan gaplashmayapman deb. O'g'lim haqqi qasam ichaman" demiş. Xotin eriga aytayapti: "Dadasi, men o'lsam, siz boshqasiga uylanasizmi?" Desa, "Er, sunyapsanmi xotin? Yo savol beryapsan, o'lmasang ham uylanaveraman" debdi. "Yo'q, uylanasizmi? Ayting" desa, "Uylanaman xotin" debdi. O'sha uylangan xotiningiz meni kiyimlarimni kiyadimi desa, haligi erkak ham, "Xotin, unga seni kiyimlaring kichkinadirmish." Chol kampir kinoteatrda kino ko'rib o'tirganmish. Kampir choliga debdi: "Voy, ana qarang, chol, kino boshlandi. Voy, ana sevgi muhabbat haqida ekan. Ana qo'lidan ushladi. Voy, o'lay sharmanda. Voy sharmanda, chol qarang, quchoqlayapti. Voy, chol qarang, o'pyapti, tez chiqib ketish kerak, bema'ni kino ekan" desa, cholam: "Ey, qayoqqa qarayapsan, kampir? Bu yoqqa qarama. Mana bu yoqqa qara, kino bu yoqda bo'lyapti" dermish. Salomat bo'linglar, rahmat. Rahmat. O'sha pardon oldida ham tasdibdi. Bu yoqqa salam bitta gapirib qo'y. Bir haftadan beri turibdi mana shu yerda. Ke? Yo'q, bu turish kulgili bo'la. Sanda qaraganda tomoshabinga. Bo'ldi, gapirma. Turishida qaraver. Bitta zo'ridan ayt.
Sudda eri xotin ajrashayotganmishda, sudyamga qarab, nimaga ajrashyaptilar? Eri xotin bir-birsiz yasholmaydi, erkak ayolsiz yasholmaydi, ayol erkaksiz yasholmaydi. Ikkalasi xuddi suv bilan baliq o'xshaydi. Baliq bo'lmasa suvga o'rdak qolmaydi, suv bo'lmasa baliq suvsiz yasholmaydi. Sababda onaxon turib, bekarlarni 5tasini aytibsan. Meni cholim o'tib ketganiga 30 yildan oshdi, hali ham yashayapman-ku desa, sudyamga qarab, onaxon men baliq haqida gapirdim, kapchonni emaslarmishda. Futbol muxlislari bormi? Turish kulgili buni. Yana tayt. Ikkita yoshligida futbol Nashi yetadi senga mana shu. Aniq turishing zo'rda sani. Ayt bo'pti, ayt. ikkita yoshligida futbolist bo'lgan otaxon gaplashib turgan. Agar nariyoqqa ikkalamizdan bittamiz ketib qolsak, ketganda maqtash deb. Bo'pti, qilgan ishlari haqida, futbol o'ynaganlari haqida esa bir haftadan keyin bittasi ketib qolibdi. Ketgandan keyin nevaralarini yig'ib, do'stlarini yig'ib aytib o'tirgan. Do'stim ham ketib qoldi. Endi bir o'zim zerikib qoldim. Lekin komandamizda zo'r futbolchi edi. Ko'p gollarni sho'rardi desa, eslaganiga bir kundan keyin tushiga kirdi. Do'stim qandaysan? Yaxshimisan? Ha, yaxshi, rahmat. Qanday ekan? Buyaq zo'r ekan. Buyaqda ham futbol bor ekan. Har kuni futbol o'ynaymiz. Lekin senga bitta yomon xabarim bor. Nima desa, juma kuni futbolda seni ham familiyang bor ekan demişti. Hey! Soatchalik to'g'limasmiz azim. Malades, qarshi bo'lsin. Shogirdlarimiz omon bo'lsin. Bahmat. Baraka topinglar. Baraka topinglar. Yana bittasi bor, uni chiqara olmayman. U tutilib qoladi chiqqandan keyin. Yo'lda yaxshi gapirib, bu yoqqa chiqqandan keyin, "Hashab ayt" bo'lib qoladi.